Hammaga salom, sizlar bilan Alloh baraka. Bugun viruslar haqida gaplashamiz. Virus kompyuterimizda bir xotir desang ham bo'ladi. Kompyuterimizni yomon ahvolga keltirish sabablar shu virusdan bo'ladi. Shu viruslar kompyuterimizga egallab olsa, kompyuterimiz sistemadan chiqib ketishi hech gap emas. Virus asosan qayerdan tushadi? Viruslar bu flashga solganmiz kompyuterimizda o'shani o'chishi mumkin. Keyin eng global virus qayerda bo'ladi degan savol. Bu eng global virus bu albatta internetda bo'ladi. Shu ham bir virusdan 70-80-90% ham internetda bo'ladi. Internetdan biror narsasi kesatganingizda unga qo'shilishi albatta yo'q deganda bir anchagina bir virus tushadi. Kompyuter yomon ahvolga keltirish uchun juda ham katta virus tushadi. Men buni tekshirib ko'rdim. Bir marta mana Yobotdan super antivirus saqlayib anaqa qilgandim. Yevropa shu Yevropada ko'rishingiz mumkin mana Yobot tuzilishini. Bu qo'ygandim. Bu Yobotda o'zini tuzilishi bu chiqmagan ekan ekranga. Men ba'zan ko'rsatyapman. Shunda virusdan tozalab turib bir ayampanasga chatgandim. Anchagina virus tushib qoldi. Virusda qayerdan keladi? Albatta iloji boricha internetdan narsasi kechat qilmaslik kerak. Keraksiz narsalarni sirasi o'chirib olish kerak. Bu keraksiz narsalar qayerdan o'chirib olish bo'ladi? Shu Yobot ustunovga. Mana bu yerda men kecha Not antivirusni o'rnatgandim. Kompyuterim ancha qiynalib qoldi. Keyin eski antivirus o'zini qo'yib qo'ydim. Not antivirus panel управления kirib, удаление programmaga kirib, shu yerda biror programmani ustiga mana bu programmani ustiga bir bor bossak, tepada udalить chiqadi. Udalitni bosib, tashlaymiz. Uninstall shunga kirib bu programmani o'chirib tashlaymiz. Mana programma qolmadi, programma albatta qolmaydi. U Not antivirus bu yerdan o'chib ketmas ekan, bu yerdan o'chirib bo'lmas ekan. Bu qayerdan o'chiradi? Mana bu narsani Yobot saytidan ko'chirilgan mana bu narsani ko'rsatay. Yobot saytini, Yobit saytini. Mashina skechasini qo'shilishi mana bu ham shu programma orqali xohlagan bir narsani o'chirib olsa, bu yerdan o'chirib olgan narsani shu mana xohlagan bir programma ustiga mana bu menus brauzer bani o'chirib qo'yadi. Buni oldin o'chirib kompyuterning o'zida program yo'q turibdi. Hozir mana programmalar o'sha programmani butunlay o'chiradi, keyin udalить qilib tashlaydi. Shu yerdan udalить qilsa bo'ladi. Shu programma udalить qila oladi xolos. Agar mana shu bitta o'zini bossani hamma internetdan ko'chirgan programmalarni shuni o'chib ketadi. Bu video shunday iborat edi.
keyingi videorolik